Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an keldim harakatga. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jannat ahlidan bo'lgan bir kishi keltirilib, Alloh uningga: "Ey odam bolasi, o'rning qandoqroq ekan?" deydi. U: "Ey Rabbim, o'rnim bak yaxshi ekan", deydi. Alloh: "Mendan so'ragan va orzu qilgan", deydi. U kishi: "Meni dunyoga qaytarishingni va sening yo'lingda 10 qitimlab o'ltirilishimni so'rayman", deydi. Mana bu uning shahodatning fazilatini ko'rganlik uchundir. Jannat ahli katta baxtni qo'lga keltirgan va mangulik ne'matga erishgan turuqliq shahidlikni orzu qilgan yerda o'zi hozir imtihon va yomonlik ziminida turayotgan kishi nima uchun shahidlikni so'ramaydi va orzu qilmaydi? Mahmud ibn Labid radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud g'azotasiga chiqqanda Husayl ibn Jabir, ya'ni u Huzayfa ibn Yamoniyning dadasi bilan Sabit ibn Vaqish radhiyallohu anhuma ikkaylan ayollar va kichik bolalar bilan qo'rg'onda turadi. Ularning ikkilisi yashangan kishi edi. Ulardan biri yana biriga: "Nimani kutib turyapmiz? Alloh bilan qasamki, bizning faqat eshak suv ichkidek umrimiz qoldi. Biz bugun yoki erta baribir o'lib ketamiz. Shunga qilishlarimizni ilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shilaylik. Umidki Alloh bizga ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga shahidlikni rizq qilib berar", dedi. Shuning bilan ular qilishlarini ilib kishilar orasiga kirdi. U ikkisini musulmonlar tunimidi. Sabit ibn Vaqish radhiyallohu anhu ni mushriklar o'ltirib etdi. Husayl ibn Jabir radhiyallohu anhu ni bo'lsa, musulmonlar tunimay mushriklardan biri deb gumon qilib o'ltirib qo'ydi. Huzayfa radhiyallohu anhu dadasining o'ltirilayotganligini ko'rib, "Alloh bilan qasamki, u mening dadam", deb to'ldi. Ular: "Alloh bilan qasamki, biz uni tunimay mushriklardan biri o'xshaydi deb gumon qilib qopdiq", deyishdi. Huzayfa radhiyallohu anhu: "Alloh sizlarni mag'firat qilsin. U eng mehribon zotdir", dedi. Husayl ibn Jabir radhiyallohu anhu xato o'ltirilib ketganlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning diyetini to'lamoqchi bo'lgan edi. Huzayfa radhiyallohu anhu uning diyetini musulmonlarga sadaqa qilib etdi. Shuning bilan uning bu ishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uningga bo'lgan hurmatini texmi ziyoda qilib etdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Uhud g'azoti kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qerindishi Zayd radhiyallohu anhuga: "Qerindishim, savutimni kiyib ol", degaydi. Zayd radhiyallohu anhu: "Menmu xuddi sana o'xshash shahid bo'lishni orzu qilaman", dedi. Zayd ibn Xattob radhiyallohu anhu Yamama jangida shahid bo'ldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bo'lsa mihrobda shahid bo'ldi. Alloh u ikkisidan rozi bo'lsin. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Badr g'azotiga chiqishga tayyorlik qilayotganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni ko'zdan kechirishdan burun men Ukam Umayr ibn Abu Waqqasning sapning orqasiga o'tib olganligini ko'rdim. Men uningga: "Ukam, sana nima bo'ldi? Nima uchun yoshirinib olding?" desam, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning meni kichik ko'rib qaytirib etishdan ansirayapman. Men Allohga uchrashishni, ya'ni shahid bo'lishni yaxshi ko'raman, dedi. Degandek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni kichik ko'rib, "Sen qaytqin", dedi. Shuning bilan u yig'lab ketgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga ijozat berdi. U texi kichik bo'lg'achqa uning qilich osadigan yerini bog'lab berdim. U Badr urush kuni 16 yoshida shahid bo'ldi. Uni Amir ibn Abduvud o'ltirgan edi. Abdullah ibn Muborak o'zining Al-Jihad nomli kitobida rivoyat qilishicha, Sila ibn Ashyam Adavi radhiyallohu anhuning qavmidan bo'lgan bir kishi uningga: "Ey Abu Sahba, men tushimda menga bir hasalari o'si, sana ikki hasalari o'si berilganligini ko'rdim", degaydi.
Sizlar ibn Asham radhiyallohu anhu yaxshilikni ko'ribsan. Patarda sen Allah yo'lida shahid bo'ldikansan. Menmo o'g'lim bilan shahid bo'ldikanman dedi. Sizlar ibn Asham radhiyallohu anhu o'g'li bilan jihodga chiqdi. U shu vaqtda 130 yosh edi. Musulmonlar Afg'onistondagi Sijiston degan yerda turklar bilan jang qildi. Jang qizig'anda u o'g'liga "O'g'lim, onaning qishi qaytgan" degaydi. O'g'li uningga "Ota, o'zingga yaxshilikni orzu qilib, meni uyga qaytishga buyurumsan? Alloh bilan qasamki, onam uchun sening qaytishing menga qarag'an yaxshiroqdir" dedi. Shuning bilan otasi uningga "Undaq bo'lsa, jangga yur" dedi. O'g'li jangga kirib, toki shahid bo'lg'uchi urishdi. Ondan sizlar ibn Asham radhiyallohu anhu mu ilgirlab shahid bo'lg'uchi urishdi. Sizlar ibn Asham va o'g'lining shahidlik xabari ayoli Muazzaga yetganda, u boshqa ayollarga "Agar sizlar u ikkisining shahid bo'lishi bilan Alloh bizni mukarram qilganligini tabriklash uchun kelgan bo'lsanglar, marhamat. Agar undaq bo'lmasa, qaytib ketinglar" dedi. Said ibn Ibrohim mundaq deydi: Kishilar Qadisiya jang kuni ikki qo'li va ikki puti uzilgan, o'zi qonga melinib yotgan holatda tövendeki oyatni o'qiyotgan bir kishining yonidan o'tdi. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshilar bilan bo'lib bo'ldi. Ular nima degan yaxshi amrohlar? Ular uningdan "Ey Allohning bandisi, sen kim?" deb so'ragaydi. U "Men ansorilardan biriman" dedi.